Kirish so'z. Bu kitap Şinjan asli kitapga sodiq bo'lish uchun Sharqiy Turkiston asli kitap bo'yicha Şinjan deb elindi tarjimondan. Da yashaydigan turkiy tillik musulmonlar, ya'ni Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixi haqidagi tadqiqotdir. Bu kechmishi Xitoy va Rossiya imperiyalarining chegaralaridan halqib Osman imperiyasiga qadar tutashgan bir millatning nazarida turib yozilgan tarix bo'lib, ularning imperiyachi, millatchi va inqilobchi hokimiyatlarning siyosatlariga qarshi qaytirgan jonliq inkoslarining xotirasidir. Tarixda yuqorqi 3 imperiyaning kesishgan nuqtasida bir bo'shliq shakllangan bo'lib, bu bo'shliq imperiyalar va e'tiqodga bo'lgan sadoqat, o'zini o'zi idora qiladigan va chegaradan sirtqi organlar, shundaqla boshqaruvchi va boshqariluvchilar orasidagi sulhiy salolar bilan ranglangan. Bu kitobda men Şinjan tarixini 20-asrdagi imperiyaviy va islomiy islohot doirasiga qo'yib bayon qildim. Hamda bu mezgilda O'rta Osiyoda yashayotgan Şinjan musulmonlarining Rossiya inqilobiga qatnashtirish uchun qanday qo'zg'atilganligi haqidagi tafsilotlarni sharhladim. Bu orqali 1920-yillarda Sovetda Uyg'ur millatchiligining qanday yuksalganligi va Şinjanga singib kirganligi ochiqlandi. Uyg'ur millati degan bu uqum bugungi Uyg'urlarni 16 va 17-asrlarda xotirlardan o'chgan O'rta Osiyoning islomdan ilgarigi tarixida shonliq izlarni qoldirgan bir madaniyatlik qadimki qavmga bog'laydi. Uyg'ur millati degan so'z 1920-yillardagi bir ijodiyat bo'lib, ma'no doirasi sho'xpilik edi. Bu nom 1930-yillarning o'ttirlariga kelgandala Sovet ittifoqi va Xitoyning Şinjan o'lkasi doiralari tarafidan rasmiy e'tirof qilingan. Uyg'ur millati degan uqumning maydonga chiqishini Sovet millatlar siyosatiga bog'lash odatga aylandi. Ammo buni texnik kengroq bir nazarda kuzatadigan bo'lsak, 20-asrning oldingi yarmida butkul dunyo miqyosida yuz bergan millat yoritishning bir misoli qatoridan o'rin berishga haqlimiz. Millat yoritish muvaffaqiyatli bo'lgan. Ammo bu yoritishdagi g'oya Şinjandagi musulmonlarni Xitoyda chekayotgan siyosiy va ijtimoiy bisimlardan xalos qilishli bo'lgan bo'lsa, natija ko'ngildagidek chiqqan bo'lmaydi. O'rta Osiyodagi mustaqil jumhuriyatlar garchi nurg'un masalalarga duch kelayotgan bo'lsa-mu, bu yerdagi mustaqil millatlar, masalan, o'zbek va qozoqlar hech bo'lmaganda bizga Sovetdagi millat yoritishning ba'zi saboqlarini aytib berdi. Uyg'urga millat va davlat yoritish planining natijasi kunimizgacha aniqsiz. Şinjanda yuz berayotgan to'qinishlar sababidan Uyg'urlar men dastlabda bu kitobni yozish uchun izlanishni boshlagan chog'dan ko'p to'nilib ketdi. Uyg'urlarning soni hozir 10 milliondan oshdi. Xitoyda eng cho'ng millatlarning biri deb e'tirof qilindi. Ammo bu yerdagi millat degan so'z Xitoyda burun inglizcha nationality deb ilingan bo'lsa, hozir ko'proq ethnic group, ya'ni etnik grup deb ilinayotdi. Ularning Şinjan bo'lgan tarixiy egdorlikni Xitoy cheklik yuzunda Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb e'tirof qilgan. Xeyli ko'p sonli Uyg'urlar yana Xitoyning dunyoga ancha tunilmagan g'arbiy chegarasida burun Rossiya imperiyasiga tava bo'lgan hozirgi mustaqil Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonning mahalliy ko'ylarida yashaydi.
Rossiya inqilobi mezgilida bularning soni taxminan 100 ming bo'lib, Şinjandagi qarindoshlarga qaraganda selishtirusiz oz. O'rta Osiyo ellarida ular ko'p bo'lmag'achqa, rasmiy tarixlarga chala bo'lib kirgizilgan va hozirmi muqim bo'lmagan bir guruh xalq holatida turibmoqda. Ammo ular Şinjan Uyg'urlarini islom bilan Sovet dunyolari bilan tutashtirib turg'uchi ko'riklik rolini o'ynagani uchun kitobimizda aytilmoqchi bo'lgan voqealar uchun bahmu muhimdir. O'rta Osiyoning sunniy ayrilgan ikki bo'ligida, ya'ni bu kitobda Xitoy Turkistoni va Rossiya Turkistoni deb elindi. Yaşaydigan Uyg'urlarning tarixi ikkiga ayrilib ketdi. Ba'zi Şinjan tadqiqotchilari odatda Sovet Uyg'urlari va Şinjan Uyg'urlari deb ayiradi. Bu Uyg'urlarning o'z tarixini boshqalar sizgan siyosiy chegaralar ichida bilishga majbur bo'layotganligini aks ettirib berdi. 20-asrda Sovet Uyg'urlarining Şinjandagi Uyg'urlarga bo'lgan qarindoshlik mehrini ifodalashi ijozatlik, ya'ni siyosiy vaziyat ruxsat qilgan doirada edi. Ammo bu Sovet ittifoqining Uyg'ur madaniyatini gullantirayotganligini ta'kidlash uchun edi. Shuningga o'xshashla Xitoyda har bir millat Junhua oilasining bir a'zosi deb qaraldi. Ammo Uyg'urlar o'z qarindoshlari bilan xalqaroliq rishtasini ulashga imkoniyatsiz vaziyatda. Shundaq bo'lsa-mu kitobimda chegaraning ikki tarafidagi Uyg'urlarning kashmishini bir jipqa tizishga kirishdim. Buning Uyg'ur tarixiga emas, O'rta Osiyoning umum tarixiga nisbatanmi foydalanish qiymati bor deb ishonman. Tarixli sohalardagi nurg'un tadqiqotlarda bundaq chegaraning ikkili tarafiga teng ahamiyat bergan ish kam uchraydi. O'rta Osiyo tarixchilari bo'libmi g'arbdagilar bu rayonni tadqiq qilganda odatda Kon Rossiya va Xitoydagilar Xitoyning birini tanlaydi. Mendek qo'shni boqib qarab, marab qo'ydiganlar bek oz uchraydi. Garchi hozir davlatlarni hal qilgan tadqiqot va selishtirma tarix ta'kidlanayotgan bo'lsa-mu, ikki Turkistonning tarixini birlashtirib tadqiq qilib baqqanlar ko'p emas. Ham ishkirlab qaraydigan bo'lsak, bu rayonlar Şinjan qartilgan tadqiqotga bog'landi. Bo'libmi Xitoy bilan Rossiya orasidagi savdo tarixi va Rossiya Sovetining Şinjanga nisbatan tashqi siyosatlarda shundoq. Kitobim bu tadqiqotlar bilan bir necha jihatdan kesishdi. Ammo kitobda yerlik nuqtai nazarni chiqish qilib, bu ikki rayon orasida yuz bergan iqtisodiy bog'lanish va davlatlar aro munosabatlarni yerlik turkiy millatlardagi ijtimoiy o'zgarish va siyosiy g'oya bilan bog'ladim. Mening maqsadim Sovet Uyg'ur tarixi bilan Şinjan Uyg'ur tarixini oddiy birlashtirish emas, balki bu ikki kategoriyaga ayirishga nimalarning yo'shinganligini tepib chiqishdir. Bu nuqtada muhim bo'lgani Uyg'ur jamiyatining ikki bo'ligi orasida kezib yurganlarning tarixini yo'ritishdir. Bundaq kishilar Sovetlar ittifoqida aktiv xizmat qilgan bo'lsa-mu, Xitoy fuqaroligini va Şinjan bilan bo'lgan munosabatini saqlab qolgan. Şinjanning 20-asrning dastlabki yillaridagi tarixida hech bir tarixiy shaxs Sovetdan mustasno emas. Ammo ularning sezgirashtisida ilmiy asosdan bekarak rivoyatlik asos kuchlik. Sovetda Uyg'ur milliy kimligining shakllanish tarixi haqida to'xtalganda Şinjandagi yerlik Uyg'urlar nazarga ilinmagan. Faqat Rossiya yoki Sovet zaminida tug'ilgan Uyg'urlarga ahamiyat berilgan bo'lib, Stalinning millat nazariyasi o'lchami bo'yicha Uyg'urlar bir Sovet millati sifatida ayrilib chiqilgan. Kitobimda o'tkinchi Xitoy fuqarolari hisoblanadigan bu kishilarning hikoyasini asliga keltirish orqali
shakllanayotgan bir millat haqidagi bayonlarni inchiklab tadqiq qilmoqchi. Nurg'un tadqiqotchilarga ma'lumki, Sovetda millat bo'lish davlatning millatga ayrishi va millatlar siyosatiga bog'liq. Men bu kitobda shuni sharhlaymanki, Uyg'urlarning o'ttirg'i chiqishi boshqa bir yerdan boshlangan. Men bu ikki farqli hikoyaning birlashtirishi deb qarayman. Bundaq birlashtirishni yuz berishdan saqlanib bo'lmaydi degili bo'lmaydi. Ma'lum nuqtadan olganda yuz berishimi notayin edi. Bu hikoyaning biri Osman imperiyasi matbuotlari va Rossiya musulmonlari bilan bog'lanishi bo'lgan ziyolilar qatlamida turklik tarixining qaytib bayqilishidir. Bu inqilobdan burunqi muarif islohoti va jadichilik an'anasini o'ziga ulgu qilgan, o'zlarini yengillikchi deb olgan bir qism kishilarning qilgan xizmatlari bo'ladi. Bu hikoyaning yana biri Rossiya inqilobining Şinjanning siyosiy vaziyatini o'zgartishidir. Uyg'urlarning tarixiy meroslari bu ikki hikoyani birlashtirgan bo'lib, buning siyosiy ahamiyati milliy va etnik jihatga muhimligini besib tushdi. Buning siyosiy ahamiyati milliy va etnik jihatga muhimligini besib tushdi. Bu bir murakkab jarayon bo'lib, ko'pincha Sovetning siyosatlaridan g'alqib ketadi. Bu jihatda hozirga qadar Uyg'ur milliy kimligi davlatining maqsadi va uni import qilishning sabablari haqida nurg'un xato ko'zqarashlar mavjud. Bu kitobda tasvirlangan ba'zi harakatlar millatchilikning vakillik aniqlamasiga uyg'un bo'lib, Şinjandagi Uyg'urlarning bir Uyg'ur davlati qurishga huquqli ekanligini o'ttirib qo'ydi. Ammo ko'pinchisi bu aniqlamaga uyg'un emas. Tarixdan qolgan Uyg'urlarning madaniyat meroslari 20-asrning boshlarida turli milliy bayonlarga ham mos keldi, ham raqobatda bo'ldi. Tarixdagi parlaq Uyg'ur madaniyatining qayta bayqilishi ikki xil bayonlarga yo'l ochdi. Buning biri Uyg'urlarning tarixdagi bu oltin davrini barliq turkiy tillik millatlarning o'rtaq merosi deb qarash edi. Yana biri bo'lsa, ba'zi kishilar va ziminlarga bu yerda Abdur hozirgi Sharq Turkistonni va u yerda Uyg'urlarni ko'zda tutadi. Tarjimondan tarixdagi Uyg'urlarga ega chiqish imkoniyati ato qilish bo'ldi. Uyg'ur degan bu so'z o'rtaq bir nasabnomaga mansub bo'lganligi uchun ham panturkizmga ham Uyg'ur millatchiligiga manba bo'ldi. Uyg'ur haqidagi bu ikki xil yeshilma 20-asrning boshlarida bir-biri bilan dialogda bo'lib turdi. Mazkur kitobda Uyg'ur tarixining bu xil keng doiradagi ishlatilishini tarmandagi Uyg'ur millatchiligi uqumiga chiqib kirgizishning o'rniga men ularni Uyg'ur parvarlik siyosatining har xil variantlari deb atadim. Uyg'ur kimligining Sovet va Xitoy doiralari e'tirof qilgan nusxalarini birlashtirib qaragandimi, Uyg'ur tarixini yechish uchun panturkizmlik va yerlik bayonlar o'xshashlar muhim o'rinda turdi. Shuni deyish mumkinki, Uyg'ur atalg'usi texi bir milliy kimlik bo'lib umumlashmay turibla siyosiy birlikning vositasi bo'lib qoldi. Albatta, ommaviy kimlik yaratishda siyosiy kuch ul bo'lmay qolmaydi. Gerçi Uyg'urlar haqidagi mavjud bayonlarda Uyg'ur millati hukumining 1920-yillarda Sovet ittifoqida Uyg'ur kimligining mavjud omillari asosida maydonga chiqqanligi naql keltirilsa-mu, bundaq millat nomini radikallarcha qayta bekitishning bu millat a'zolarini birlashtirishni emas, yana parchalash mumkinchiligini ko'p sonli kishilar e'tirof qilmaydi. 1920-yillarda
Özünü Şinjanlıq musulmonlarga tava deb qaraydigan kishilarga o'zini Uyg'ur degizish oson emas edi. Sovetningmi Uyg'urlarga kimligini tanitish niyati va kuchi yo'q edi. Sovetning siyosiy va millatshunoslik jihatga maqsadimi bir millatni ijod qilish emas, balki har qaysi millatlarni aniqlash va turlarga bo'lish edi. O'rta Osiyodagi boshqa millatlar, masalan, qozoqlarning millat bo'lib ayrilishida ularning burun mushu nomlarda atalganlik ahvollari bo'lgan. Gerçi bu nomlar haqida talash-tortishlar bo'lgan yoki bu nomlarning ularning milliy kimligidagi asosli nuqta bo'lganligi notayin bo'lgan bo'lsa-mu, ammo unutqili uzun bo'lgan Uyg'ur deganga o'xshash bir nomning tirilishini qo'llab-quvvatlash hargiz sovetlar siyosatining maqsadi emas edi. Bundaq millat nomining bekitilish masalasini Çin sulolasi vaqtidagi Manju nomining o'tirg'i chiqishiga selishtirish mumkin. 1635-yili Qontaychi farmon chiqarib Manju degan millat nomini bekitdi. Bu nom Xitoyga tajovuz qilgan shu kishilarning siyosiy birligi bo'lib xizmat qildi. Manjularning yangidan nomlanishining imperiyaning shakllanish jarayonidagi Manju millati va davlati haqidagi ahamiyati to'g'risida Çin sulolasi tarixchilari davomli munozara qilayotgan bo'lsa-mu, imperiyaning kuchi bo'lmasa, Qontaychining bekitib qo'yishi bilan kishilar Manju bo'lib qolmadi albatta. Meningcha, Uyg'ur nomining tirilishimi shuning o'xshaydi. Rossiya inqilobi natijasida burun mavjud bo'lgan ijtimoiy kategoriyalar parchalandi va qaytadan tuzildi. Peter Holokostning Don qozoqlari ustida tadqiqotlarga asoslanganda ichki urush va inqilob mezgilida davlatga tava bo'lmagan tarmoqlar, siyosiy organlar bilan millatlarning chegarasi g'uvollashidi hamda siyosiy hamkorlik ijtimoiy kimlikni belgilaydi. Şuna ayni chog'dagi sharoitni ko'zda tutganda 1920-yillarning o'ttirlaridagi Sovet millatlar siyosatining ta'siridan xeyli burun faoliyatchilar Uyg'urparvarlik ideyasini Xitoy Turkistonda bixlandirib bo'lgan deyalaymiz. Tövəndə men qarashlarimni tarix tadqiqotda biz doim tilga oladigan Uyg'ur millati yoki Uyg'ur kimligi degan uqumdan ayirib bayon qilman. Uyg'urlar haqidagi ilmiy emgaklarda bu xil kategoriyalarga iltijo qilindi va tarix vodisida yashagan musulmonlarning kimligi va farqlarini o'tirg'i chiqargan tarixiy yuzlanish ustida shundaqla Uyg'ur kimligining qanday shakllanganligi, davomlashganligi va Xitoy zulmiga taqobil turishda qanday rag'batli kuch bo'lganligi haqida izlanadi. Bugungi Uyg'ur millatining milliy kimligining dastlabki asosini Şinjandagi tarixiy xotirlardan tepish mumkin albatta. 20-asrning oldidagi avomning bayonimi bugungi Uyg'ur millatining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Ammo mening tadqiqotimcha Uyg'ur kimligi bu xil milliy kimlikka doir simvollarning asosida o'tirib chiqqan emas. Bu yerdagi xalqlar diniy e'tiqodi va biqindilik munosabatiga asosan Xitoydagi musulmonlar deb sharhlangan. Shunga bu zamindagi xalqning eng dastlabki formulasiga Xitoy Turkistondagi biz degan milliy kategoriyaga mansub bo'lmagan ba'zi xalqlarni kirgizilgan. Eng muhimi bu kategoriya Xitoycha so'zlaydigan musulmonlar, ya'ni Xuyzu yoki Tunganlarni o'z ichiga olgan. Buning ikkinchi bosqichida Uyg'ur kategoriyasi o'rtaq milliy simvollar bilan birlashtirilgan. Ammo bu xil millatlashish jarayonining tafsiloti haqida qo'limizda yetarli aniq ma'lumot yo'q. Shu sababdan men kitobimda
Her xil tarixiy şəxslərinin bu kateqoriyada oynagan siyasi rolunu hamda bu xil siyasi rolunun qanday qilib Rossiya Xitoy chegarasining ikki tarafida kishilik munosabatlar, tashkilotlar va davlat organlari tarafidan ijro qilinganligini markaziy o'ringa qo'yib bayon qildim. Bugungi kitob o'qishimiz mushu yerda bo'lsin. Davomini keyingi qatamda boshlaymiz.